Qiz telefon ustasining oldiga keladi. Usta esa uning qo'lidan telefonni oldi va birozgina kutib turishini so'radi. Lekin shu vaqt ichida u qizning telefoniga uni bildirmasdan kuzatish dasturini yuklaydi. Qiz esa hech narsaga e'tibor qilmasdan chiqib ketdi. Aslida qiz yagona dugonasi bilan ijarada juda ham baxtli yashardi. Lekin o'sha telefon tuzatilgan kundan boshlab uning hayoti butkul o'zgardi. Chunki psixopat yigit uni kunma-kun kuzatib borardi. Uning har bir harakati, qilayotgan ishlari va hattoki tasvirini ham. Yigitning nayranglarini deb qiz ichidagilar oldida yuborilmagan xabar uchun sharmanda bo'ldi va hayoti asta-sekin orqaga keta boshladi. Yigit esa xuddi uning ustidan kulgandek, hattoki PUBG o'ynashiga qiziqishini ko'rib, u bilan yaqinlashishga harakat ham qiladi. Eng qizig'i shu ediki, bu yigit ancha yillardan beri qidirib kelinayotgan va juda ham ko'plab vahshiy jinoyatlarni qilgan haqiqiy qotil edi. Politsiya uning izini ancha yillardan beri topa olishmasdi va aynan bu safar bizning qizimiz uning nishoniga aylandi. Filmning to'liq versiyasini ko'rishni maslahat beraman. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.